Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Hozir shuni poplilardan so'rab ko'ramiz va Nokia 6000 ishlatgan odamga ajoyib sovg'alarimiz bor. Xormay aka. Salomat bo'ling. Yaxshi. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Birinchi ishlatgan telefonim Samsung J2. Rahmat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom do'st. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Samsung koreyskiy aktiv. Deymi? Rahmat. Ali, yashang. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? iPhone 6s. Qanaqa rang bo'lgan? Gold rangi bo'lgan. iPhone 6s. Rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Birinchi ishlatgan Samsung. Samsung bo'lgan. Mayli, rahmat. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Bilmadim. Assalomu alaykum Azizbek aka. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Birinchi ishlatgan telefonimiz Motorola bo'lganda. Gap yo'q, rahmat. Aka, assalomu alaykum. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Samsung Samsung qanaqa? Markasi qanaqa bo'lgan? Galaxy bo'lganda birinchi ishlatgan telefonim. Markasi bo'ladi-yu, Galaxy 2 bo'lishi mumkin. Galaxy 2 bo'lganda. Oq rangimi yo qorami? Qorami? Qop-qora. Assalomu alaykum. Birinchi ishlatgan telefoningiz qanaqa bo'lgan? Birinchi ishlatgan telefonimiz Nokia 1202 bo'lgan. Zo'r telefon, legenda bo'lgan. Rahmat. Bugun odamlardan so'rab ko'rdik. Nokia 63 ishlatishmagan ekan va shuning uchun sovg'alar o'zimizda qoldi. Keyingi safar shu sovg'alar sizniki bo'lishi mumkin.